Film real voqealar asosida suratga olingan. Birodar, o'zingdan ketma bir nafas, sendan ham zo'rlarini ko'rgan bu dunyo. Kulib boqib turib chiqarmay bir sas, shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimlarni allala baxt beshigida, kimlarni zor qilib g'am eshigida, ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Keling opa. Og'riq to'xtadimi? Og'riq qoldiradigan dori berdik. Nima bo'ldi o'zi opa? Kim bu ishni qildi? Baxtsiz hodisa. Dadajon bilan oyijonga shunaqa deymiz. Aslida-chi? Aslida kimga aza, kimga to'y. Kimdir o'ldimi? Yashayapti, o'zi uchun. Biz uchun esa o'ldi. Boburmi? Ha, baxtsiz tasodif. Biz uchun baxtli. Bobur to'shakka mixlandi. Endi korxona bizniki bo'ladi. Lekin qanday qilib? Ajoyib reja tuzib qo'yganman. Xavotir olma. Assalomu alaykum aka. Qayerdasan? Uchrashishimiz kerak. Manzilni jo'nating, hozir yetib boraman. Yaxshi. Kim? Nihoyat, quyosh biz tomonga ham sekin mo'ralayapti, Nargiz. Rostdan ham juda ham ablah odamsiz. Hayot shunaqa. Yo juda yaxshi bo'lish kerak, yoki juda yomon. O'rta miyonalar yashab keta olmaydi. Men yaxshi bo'lishni eplay olmadim. Hech bo'lmasa, ablahlikni qoyillataylik. Tasavvur qil. Qo'sha-qo'sha uylarim, mashinalarim, shohona hayot. Bu uchun ablah bo'lsang arziydi. Xo'p. Keyingi rejalar qanday? Nega hali bir narsani so'rayapsan? O'zim shunga qarab tayyorgarlik ko'raman-da. Har holda meni hisobdan chiqarmagandirsiz?
sen hali keraksan. Axir, ablah erkakni oldida undan qolishmaydigan yana ayol bo'lish kerak. Mayli, yaxshi o'tir. Men kelaman. Bobur aka, sizga turish mumkin emas. Nima qilyapsiz? Kenayami chaqir. Qayerdalar? Dadajonni yonlarida edi. Chaqir. Munis. Kenayimga bo'lgan qalbingdagi g'arazliklarni chiqarib tashla. Unga ham oson emas. Bor, chaqir. Xo'p. Opa, sizni Bobur akam chaqirdilar. Ahvoli yaxshimi? Bezovtalar lekin. O'zlari hech narsa demadilar, lekin ko'zlaridan bilinib turibdi. Siz chiqavering, hozir boraman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javohirdan keyin asosiy raqib ukasi. Uni ham yo'ldan oldim. Qolgani seniki. Hozir Javohirning oilasidagilar karaq ahvolda. Boshi berk ko'chada. Ey, Jilovni qo'lga olish vaqti keldi. Rejamiz qanaqa? Javohirning oilasiga qaytasan, g'amxo'rlik qilasan. Barcha qilganlaring uchun uzr so'raysan. Aka, ular meni aslo kechirmaydi. Ayniqsa Bobur. Bu seni masalang. Akmal, menga u oilani ichidan keraksan. Agar eplolmasang o'yindan chiq. U oilaga nimalar qilganimizni yaxshi bilasiz. Balki boshqa bir yo'lini ko'rarmiz. Akmal, menga buyrug'imni muhokama qiladiganlar emas, aytganimni bajaradiganlar kerak. Sen bor, Boburning yoniga kir, dardiga darmon bo'l. Ishonchini qozon. Va ular senga firmani ishonib topshirishsin. Ey, agar eplolmasang, menga ruxsat. Ey, Ha, o'zim qo'ng'iroq qilaman. xo'p. Boburjon, mumkinmi? Keling, Kenaya. Ahvolingiz yaxshimi? Kenaya. Ishxona rahbarsiz qoldi. Dadam akam o'limidan keyin o'zini qo'lga ola olmayapti. Meni ahvolimni ko'rib turibsiz. Korxonani siz boshqarishingiz kerak. Boburjon, men boshqara olmayman. Kenaya, nega? Ayol kishi bo'lganingiz uchunmi? Hozir zamonni ko'ryapsiz-ku. Qancha ayol rahbarlar bor. Boshqarasiz. Hamma imkoniyatingiz bor.
qarshilik qiling. Boburjon, Boshqa imkoniyatimiz yo'q. Sizdan boshqa odam boshqara olmaydi hozir. haligi men Mehmonimiz bor. Kim? Akmal. Nima bor ekan unga? So'ramadim, bilmayman. men ham bora qolay. Xo'p. Assalomu alaykum amaki. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Amaki, Qaysi yuz bilan kelding? Boburning holidan xabar olay deb kelgandim. Avval Javohir, endi Boburman. Oilamga, farzandlarimga yomonlik qilib, to'ymadingmi la'nati? Dada, kirgizib yubora qoling. Yo'qol. Xo'p bo'ladi. Ko'rib turganingdek tirikman. Eplolmading. Sen bilan bog'liq hodisaga men aloqam yo'q, Bobur. Bu sening ishing. Bilaman. Nega bunaqa ishonch bilan gapiryapsan? Chunki eplolmading. O'lmadim. Bu dunyoda umuman hech qanaqa ishni eplolmaydigan bitta odam bor. U ham bo'lsa sensan. Bu yerga seni haqoratingni eshitish uchun kelmadim. Bobur, ahvolingni bilish uchun keldim, uka. Men yaxshiman. Ko'rib turganingdek. Bobur, to'g'ri. Oilangga juda ko'p yomonlik qildim. Javohir menga ishongandi. Unga pand berdim. Ammo qilgan hamma ishim uchun pushaymonman. Maqsadga o't. Qilgan ishlarim uchun pushaymonman. Shuni aytgani keldim. Chiq. Yo'qol. Men rostini aytyapman, Bobur. Bu dunyoda 3 ta narsaga ishonmayman. Fohishani ko'z yoshiga, o'g'rini pushaymoniga va munofiqni tavbasiga. Chunki fohisha tanasini sotmasdan, o'g'ri esa birovning mulkiga ko'z olaytirmasdan, munofiq esa yolg'on gapira olmasdan tura olmaydi. Yo'qol. Ket. Hozir. Siz Kirsam maylimi? tinchlikmi? Javohirga Tinchlik, gap bor. Eshikni yop. tinchlikmi? Xullas, korxonaga ishga qaytasan. Qaysi korxonaga? O'zing avval ishlagan korxonaga. Javohir aka, O'sha sabab? Akmal bilan boshlagan ishimizni birga tugatamiz. Korxona va o'sha oilani bor-budda bizniki bo'ladi. Yur. Men hozir.
Bunday sharoitda yashash joningga tekkandir, a? Lekin meni qaytib ishga olishmaydi. Olishadi. Akmal hozir Boburni ishonchiga kirishga harakat qilyapti. Bu ishni uddalaydi. Keyin ofisga ishga kiradi. Va keyin sen ham ishga qaytasan. Xullas avvalgidek bo'ladi hammasi. Faqat Javohir va uni oilasisiz. Shunda hammasini biz boshqaramizmi? Albatta. Sen bilan Akmal pand bermasanglar albatta. Ertadan ishxonaga bor. Ishga qaytganingga ko'nikishsin. O'zingga motivatsiya bo'ladi. Men borishim kerak. Hamid boy aka. Keyin Bafurja gaplashamiz. Hozir boshqa bir muhim ishim bor. Tushunmadim. Qani yurchi? Nimaga keldi? Nima ishi bor ekan bu yoqda? Avval qaysi savolingizga javob beray? Nimaga kelganimmi yoki nima ishi borligi haqidami? Nargiz. Ishga qaytishimni istayapti. Javohir akaning kompaniyasiga. Tushunarli. Xo'sh, o'zingiz nima qildingiz? Hamid boy sizni Boburdan uzr so'ragani ketdi dedi. Shunga majbur bo'ldim. O'zimga qolsa, ular sizga ishonmasligi haqida yaxshi bilasiz shekilli. inson zoti juda ahmoq bo'ladi. Ba'zan eng ashaddiy dushmaning ham do'stga aylanganiga ishonadi. Faqat ishontirishni bilish kerak, Nargiz. Eplay olasizmi? Albatta. Javohirni ishonchiga qanday kirgan bo'lsam, Boburni ham xuddi shunday nog'oramga o'ynataman. Ko'ramiz. Xo'sh, rejangiz qanaqa? Yaxshimisiz, kelin? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Sizda zarur gapim bor edi. Mashinaga chiqa olasizmi? Ayturing, nima gap? Bunaqa gaplashish noqulay-da. Ko'p vaqtingizni olmayman. Iltimos. Gap Bobur haqida. Nima demoqchi edingiz? Xullas, Boburni hayotiga kimdir suiqasd uyushtirgan. To'g'ri, buni baxtsiz hodisa deyishadi. Ammo menimcha uyushtirilgan. Biron nima aniqladingizmi? Fojia sodir bo'lgan kuni Bobur kutilmaganda kafega ketgandi. Ya'ni uni o'sha paytda kafega borishini hech kim bilmasdi. Faqat Nima faqat?
Faqat 2 kishidan boshqa. Kim? Bittasi men. Ammo men sotmaganim aniq. Kelin, to'g'ri, yomon odamman. Lekin Boburni joniga qasd qiladigan darajada emas. Ayniqsa, qilmishimdan pushaymon bo'lib turgan paytimda. Xo'p, mayli, ikkinchisi-chi? Ikkinchisi, Aytasizmi, yo'qmi? oy qiz. Aniqrog'i Boburni kafega oy qiz jo'natgan. Nega? Bilmayman. Hozircha bilmayman. Lekin o'sha kuni kutilmaganda aynan Boburni kafega borishi va aynan kafega kirayotganda mashina bosib ketishi balki tasodifdir, lekin Oy qiz nega bunday qilishi mumkin? agar oy qiz kompaniyani boshqarishga da'vogarlik qilsa, demak, bu ishning ortida aniq oy qiz turibdi. Bordi-yu bu haqda og'iz ochmasa, balki adashgandirman. Lekin menga juda g'alati tuyuldi. Bu gapni oy qizga ayta olmayman. Baribir qilgan taqdirda ham tan olmaydi. Bobur ham menga ishonmaydi. O'ylab qarasam, yagona ayta oladigan odamim sizsiz, kelin. Bobur haqida eng ko'p qayg'uradiganim faqat siz. Bu haqda Boburga aytadigan bo'lsangiz, mendan eshitmadingiz. Chunki meni gapimga ishonmaydi. Ishonchli gap deng, bo'ldi. Borishingiz mumkin. O'g'lim, sen to oyoqqa turguningcha kompaniyani oy qiz boshqarib tursin. Bilmagan narsasini o'zim o'rgataman. Lekin dadajon, Qizim, Bobur bu ahvolda kompaniyaga bora olmaydi. Rahbarni qo'l ostidagilar uni ojiz holatda ko'rmasliklari kerak. Tushundingmi? Dadangiz haqlar bolam. Bobirjon, sen faqat tuzalish haqida o'ylagin bolam. Men kenayimga ishonaman. O'zlariga ham aytganman. Qolaversa biz ham qarab turmaymiz. Kompaniya boshliqsiz qolmasin. xo'p, Nima? Nima qilibdi? Nima? Nimani nima qilibdi? Bobur akam ahvollari vaqtinchalik. Keyin juda ko'p rahbarlar shu ahvolda boshqarishgan. Ha? Bu Bobur bilan oy qiz bilan o'rtada hal bo'ladigan masala, qizim. Sen aralashma. Siz nima desangiz shu dedi. Barakalla o'g'lim. Otani gapini ikkita qilmagan bola albatta baraka topadi. To'g'ri. Rahmat senga. biz bora qolaylik dadajon. Bora Oyjon. qolinglar. Xo'p. Xonamda bo'laman. Xo'p. Sen nimaga asabiysan? Nima bo'ldi? Bobur aka, siz baribir menga quloq solmaysiz. Gapirib nima qildim? Munis nima gap? Oy qiz kompaniyaga rahbar bo'lmoqchi. Xo'sh, Nima xo'sh? Siz turgan joyda unga nima bor? onasi birinchidan
oy qizmas. Kenayim. Bu vaqtinchalik holat. Oyoqqa tursam o'zim qaytaman. Ikkinchidan, Kenayim o'zi xohlayotgani yo'q. Majburligidan bo'lyapti. Bobur aka, juda ham soddasizda. Oy qiz o'zi xohlayapti rahbar bo'lishni. Ha, o'zing eshitding-ku. Dadam aytgandan keyin majbur bo'ldi. Dadajonni ham yo'liga og'dirgan o'zi o'sha bo'ladi. O'tir. O'tirgin. Ochiqroq gaplashaylik. Nima demoqchisan? Siz avtohalokatga uchragan kun yodingizdami? Xo'p, yodimda. Ishdan chiqib kutilmaganda kafega bordingiz. Xo'p, Sizni kim yubordi u yerga? Kenayim. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Kafega borgan zahotim mashina kelib urdi. Ana, Shoshma. Bu bilan Kenayim meni xuddi shunday. bo'lishi mumkin emas. Kenayim jonimga qasd qilmasa kerak. He Bobur aka, sodda bo'lmasangiz-chi. Aslida Javohar akamni ham chet elda o'lib ketishiga o'sha oy qiz sababchi. O'ylab gapiryapsanmi? Shoshma. Kafega borishimni oy qiz aytganini sen qayerdan bilding? Bunisi muhim emas. Kim aytdi? Akmalmi? Bobur aka, kim aytganini nima ahamiyati bor? Muhimi haqiqat emasmi? Buni yaxshilab o'ylasangiz-chi, Bobur aka. Javohir akam o'lib ketdi. Dushmanlari yo'q qilishdi uni. Lekin o'g'sinim va farzandlariga hech narsa qilmadi. Nimaga? Agar dushmanlarni maqsadi qasos olish bo'lganda, hammalarini o'ldirgan bo'lmasmidi? Hey! Kim haqida gapirayotganingni bilyapsanmi? Akam haqida, Kenayim haqida, jiyanlarim haqida gapiryapsan. Tilingni tiyib gapirgin. Men shunchaki mantiqan o'ylab ko'ring demoqchiman. Nega sizni shu paytgacha biror marta mashina urib ketmadi? Aynan o'sha kuni urdi. Xo'sh? Kafega ketayotganingizni faqat oy qiz bilardi. To'g'rimi? Chunki o'zi jo'natdi. O'zingni tutishing yomon emas. Voy ablah. Jobigar kampirsiz. Nima? Shumi xotinchiz? Yoshlik chog'ida kimga baxt beradi? Nima? Tiz cho'kmaydi. Hamyon to'la farzand yo'q quchog'ida. Ana, xotinni qildi. Rajiyim meni yaxshi ko'radilar, dadajon. Uylanganimdan keyin yana ham omadim yurishdi. O'zingdan ketma bir nafas. Sendan ham zo'rlarni ko'rgan bu dunyo. Qizimni kasal qilib qo'yib, bizga ham xabar bermadinglar? Bu kuningdan o'lgani yaxshi. Javohirni o'yinga olib kiraman, bo'ladimi? Qanday qilib tuni bilan qayerdadir yurib kelgan xotinimni so'ramasligim mumkin. O'zining makridan yasab bir qafas. Shirdan mushuk yasab qo'ygan bu dunyo. Shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimning oyog'idan chalgan bu dunyo.